Assalomu alaykum hammaga. Natijada qanaqa asallaringiz bor qolgan deb so'raganlarga video qilib ko'rsatmoqchimiz. Shunaqa suxafruktli 8 xil mana ko'rib turibsizlar, quruq mevalar aralashgan. Hannom pista bor, funduq bor, gaji bor, yong'oq bor, bodom bor, magiz, hop, quva qurug'i и turshak bargi solganmiz. Bitta 8 xil bundan bor. Keyin yong'oq magizli qora sedana aralashgan asalga qorilgan asalimizdan bor. Quyuqqina bu qon ko'paytirishga, immunitetni ko'tarishga bemalol ikkalasidan tavsiyali bo'ladi. Shunaqa rastoropsha asalimizdan bor. Oq quri asalimizdan bor. Keyin mana shunaqa giyohlardan olingan asalimizdan bor. Ta'mi ham, hidi ham boshqacha bo'ladi, buniki o'tkirroq bo'ladi. Keyin yantoq asalimizdan bor. Quyug'i xohlovchilarga mana suyug'idan ham bor. Shunaqa 500 grammli qilib ham solib beramiz xohlovchilar uchun. Poprovkaga olmoqchi bo'lganlarga shunaqa solib beramiz. Bemalol zakaz bersanglar bo'ladi.